Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size görüyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağa 2026 yıl 3. ayının 12. günü yaptığı Perşembe vatandaş. Birinci vazörüm yaki sizlerge kemterlik bilen sizlerden Ebu Süreydiğinin tünügün bir gün doktorga rentgen göründüm ve adamla belki adammış kaçıramadım tünde sevgicirim. Bugün hazır talada hava tutuq, yağmur yağıva tutuq, tarastap şu oldu. Müşkil diyen tallıp aldım. Avazımı sel peşrek sözdeymen sebep avazım böyle çekiyorsun nevrile flavatı da vatandaş. Bugün geldik şeyimiz tünügün sizlerge belge verdiğimiz bu içi. Bir gün küçükünümüz mü doğru oldu? Nime deseniz ben sizge sözlemekçi bolgan helik leksiyege koşumça yaki köpeytme degendik yaki güçlendiriş degendik. Tünügün 11. günü New York vakt gezetimi şunun okşaş bir parça makale ilan etti. Endi bunun delilli bir makal, delillik bir leksiya oldu da ne bu leksiya vatandaş? Hava soğuk. Evvel sizge tavsirdığınımız bundak. Gördüğünüz maaş ne vatandaşım? Gördüğünüz maaş küçülen mi ne? Küçülen mi ne? Mazlumunda küçülen mi ne? Prezident Donald Trump Amerika bilen İsrailiye'nin birleşme hücumu İran siyasi hakimiyetini zahmelendirdi. Lekin bizdeki buruşunu ahırlaştırmadık dep görsetti. Mavzulu haber 3. ayının 13. günü Amerika vazdan Xitay til programı ilan kılındı haber. Ondak başlandı. Washington Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump ondak görsetti. Amerika İsrail'e birleşip İran siyasi hakimiyeti qaratqan 13 günlük birleşme hücum tehi ahırlaşmadı. İran siyasi hakimiyeti uruş ahırlaştın burun tehimi köp zerbe uçraydı. Çarşamba 3. ayının 11. günü Prezident Donald Trump Aksaray'da muhbirlağa mundaq dedi. Bizden İran'a bergen zerbemiz, tarixte her qandaq devletki bergen zerbimizden artıq boldu. Belki biz uruşni tehi ahırlaştırmadık. Bu uruşni ahırlaştırış üçün neme kerek dep sual koyulganda Prezident Donald Trump cevap verip mundaq görsetti. Tehimi köp hazırgadak zerbe berişimiz gerek. Ondan keyin neticege qarışımız gerek. Prezident Donald Trump sözünü toluqlap durup mundaq görsetdi. Hazır ula deniz armiyasından ayrılıp kaldı. Hazır ula hava armiyasından ayrılıp kaldı. Hava armiya əsləhələrini, yani radar sistemisinden ayrılıp kaldı. Ulanın rəhbərləri hayatadan ayrıldı. Bu İran siyasi hakimiyetiga, yani biz İran siyasi hakimiyetiga yana qattiq zarba berimiz. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi
İran siyasi hakimiyetini uzundan beri teröristlarga yordam bergan davlat qatorida qarab kelgan edi. Yana bir xabar qo'shimcha, Amerika Davlat Majlisi a'zolari Amerikadagi cho'ng oliy maktabning Jungo bilan bo'lgan xatarlik munosabatini tekshirishni talab qildi va bundoq hamkorlikni bilim sohasida fosh qilishini ilhomlantirdi. Mavzuli xabar 3-oyning 12-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar bundoq boshlandi. Washington Amerika Avam Palatası Jungo Meselesi Fevkalade Komitetining raisi John Mueller haftaning 2 kuni, yani 3-oyning 10-kuni Devletlik ilim fan vaqtbesiga xat yozib, bu jamiyatning Jungo harbiy taraf bilan tadqiqot o'rni bilan hamkorlashdi deb qaralgan Amerika oliy maktablarini pul bilan ta'minlashni to'xtatishni talab qildi. Hamda ularning tadqiqotining bexatarlik amaliyotini tekshirishni talab qildi. Başka xabarimiz mavzu asosida shunday tugadi vatandosh. Endi sizga kichkina bir ishkidan qisqa xabar yo'llaylik. İran vaziyati Jonanxayga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Mutaxassislar Prezident Trumpning kelar navbatlik qo'rishovi Amerika Ironga askar chiqardi. Amerika urush qilish ministrligining muavin ministri Jungoning fursatdan foydalanib Tayvanga hujum qilishiga ruxsat yo'q deb ko'rsatdi. Yana bir xabar. Prezident Donald Trump F-16 harbiy aeroplanini Jungoning havoda farqlantirish rayini qabatdi. Tayvan bo'g'ozi tarafdan uchib o'tadigan Xi Jinping qo'rqdi. Aeroplan avatib Tayvanni aylanib ucha olmadi. Donsen 57 xabarlari 3-oyning 12-kuni YouTube ekranda Beijingni hayvilik ziyorat qildi. Xi Jinpingning dardi bor, lekin hech nima deyilmaydi. Iqlim masalalari to'rbiti 3-oyning 12-kuni YouTube ekranda Hu Chunhua Joliji 2 kishi Xi Jinping oshkora qarshi Xi Jinping 2 qurultayda Hu Chunhua bilan ayrim suhbatlashmoqchi bo'lgan edi, lekin Hu Chunhua buni rad qildi. Qurultay yepilish marosimida bu ish ana shunday yuz berdi. Shanxi Tonghu to'rbiti 3-oyning 12-kuni YouTube. Bugun endi eng oxirgi xabarni bir tahlil qilaylik. Qisqa xabarni Xi Jinping Hu Chunhua Joliji xalq vakillar qurultayining boshlig'i mudiri. Hu Chunhua hozir izbosar bo'lib, Markaziy komitet partiya komitetining sekretari bo'ladi deyilayotgan odam. Hozirgi paytda Xi Jinping taxtdan tushdi. Mushu kun yoki ati o'gunning ichida deyilayotgan bir qadam. Yoki bir vaqtda endi hozir Hu Chunhua o'zini gavdalantirdi. Masalan, Hu Chunhua rais Xi Jinpingning ko'rishish, maslahatsiz so'zlashish talabini rad qildi. Agar shunday bo'lsa, bu qatamqi ikki qurultoy, siyosiy kengashning qurultoyi, xalq vakillar qurultoyining yig'ini hammasi qo'shib aytganda natija shunday bo'ladi deyilsa, balki bu umumlashgan doirada emas. Ikki qurultoyning a'zolarining hammasi shunday o'xshash fikrda emas. O'xshash fikrda deganlikmi emas. Chunki qurultoy ochildi, bu qurultoyda bir narsa hal qilish mumkinmi degan savolni biz boshida qo'ygan edik. Hozir bu qurultoyda ancha dog'dog'imi yo'q. Cho'ng ishmi yo'q, lekin ishlar maxfiyatlik yoki xufiyona bir ravishda
yoki asteritin elib berilayotgandek. Çünkü bu yerda hozir Xi Jinpingning taxtdan tushishi degan so'z gavdalik oldi o'ttirg'i chiqdi. Hem söz o'rnida o'ttirg'i chiqdi, hem harakat o'rnida o'ttirg'i chiqdi. Demak, siz buningdan mushu kunlarda Jungoning vaziyati yoki Jungodan aytganda partiyaning vaziyati, yani shundaqla armiyaning vaziyati qaysi kunda qandaq bo'layotdi? Xalqaro munosabatlar masalan eng asosiy hozirgi İran urushining Jungoga ko'rsatgan ta'siri nima? Boshda aytgandek. Mushu fursatda Jungo Tayvanga hujum qilgan bo'lsa, biz bunga yo'l qo'ya olmaymiz. Masalan, urush qilish ministrligining ministri Hagiz efendi aytgandek, hozir Jungoning vaziyati nimada? Endi halqiliq masala bugun 3-12 bo'lsa, mushu oyning 20 kundak vaqt qoldi. Vatandosh Prezident Donald Trump Jungoga ziyoratga bordi. Endi shu ziyorat to'g'risida o'tganda sizlarga so'zlayman degan leksiyani bugun hozir sizlarning huzuringizga topshiraman vatandoshlar. Men bu leksiyani ikkiga ayirib o'tay. Ama bu birincisi bo'lsin, unisi ikkinchisi bo'lsin vatandosh.